Kommentdagi negativlarga qaramay deysan, baribir qarab emotsiya berilib ketib qolyapman. No mayli, kommentdagilar sog' bo'linglar deyman. Seriozniy obzor so'rayotganlarga mana seriozniy obzor 127 ming probegda Kia Sportage. Белый жемчугda 14300 dollarga. Restyling borda faralari ham uskilashgan ledlik. Ya'ni mashinada vid juda ham yaxshi bo'ladi Kia Sportage'da. Tolka mana seriozniy reklama imini sen negativga jigar va bu yerda zimniy balonlari qaralgan, o'zini restyling diskalarda beskulchovoylar bor. Ba'zida negativlar ham charchatib qo'yadi. Odamning gap so'zlari ham bor, aka. Yiqitadi odamning gapi. Shunga ahamiyat berib qo'yasizlar. Endi aka, meni dunyoyimdan chiqib keting deyman, faqatgina o'z dunyoyingiz bilan yashang. Elektrический плавающий сиденье, кожаный salon, drive mode, avtomat korobka, monitorlar qaralgan, abduh podogrev сиденье, multirul, lipistog rul, 127 ming probeg. Eng muhim narsasidan biri 2 объемda dizelli motorda 1.7 yo'q bunda. Narxini kelishaverasiz 14300. Ekranda pastida egasining nomeri bor, orqa podogrev сиденье, mashinaning jildizi ham yaxshigina bor. Boya ham bitta xuddi shunday sotdik. Egasining nomeriga choldingiz va mashina qulluq bo'lsin deyman sizga. Sog' bo'ling.